Assalomu alaykum, professor Abdumajid Madarayev kanali muxlislari. Bugun men sizlar bilan yana Zahiriddin Muhammad Boburning Vaqoi yoki Jahongir Bobur nomi bilan mashhur bo'lgan asari, uning matni va nashrlari xususida o'z fikrimni bildirmoqchiman. Zahiriddin Muhammad Bobur 1483-yilda Andijonda dunyoga kelib, 1530-yil 26-dekabrda Agra shahrida vafot etgan. Keyincha uni xokini afg'on oilasi, afg'on og'achi Kobulga olib kelib ko'mdirgan. Chunki Zahiriddin Muhammad Bobur Kobulni juda yaxshi ko'rardi. Uni xolisa, hech kimga taalluqli bo'lmagan joy deb atamoqchi bo'lgan va o'zini 47 yillik davomida shoir, tarixchi, olim, faqih sifatida dunyoga mashhur bo'ldi. Endi Zahiriddin Muhammad Boburni dunyoga mashhur qilgan asarlari bu she'rlari, Aruz risolasi. Chunki Aruz risolasi boshqa Aruz risolalariga nisbatan ancha boy. Chunki o'zbek tilida Shayx Taroziy Aruzga o'xshagan asar yozgan. She'r badiiyat to'g'risida fors tilida risolalar ko'p bo'lgan. Alisher Navoiy ham Aruz Mezonul Avzon degan risolasini yozgan va Shayx Taroziy risolasi noma'lum bo'lganda Alisher Navoiyning risolasi turkiy tilda birinchi yaratilgan risola deyilardi, kitob deyilardi. Endi keyin bu faqat Alisher Navoiy Shayx Taroziyni kitobdan bexabar bo'lganga o'xshaydi. Shuningdek Zahiriddin Muhammad Bobur ham. Endi bugun gapirmoqchi bo'lgan mavzum bu Vaqoi asari to'g'risida. Vaqoi hali tugamasdan undan bir nusxani Mavaranahlik Ubayda Ahror avlodlaridan biri Hoja Kalal Boburdan so'ragan ekan. Bobur hali kitob tugamasdan bir nusxa qilib Mavaranahriga jo'natdim deb Boburnomaning ichida qolib ketgan. Endi o'sha joyda ham Bobur o'z kitobini Vaqoi deydi. Keyin bir ruboyisida ham har kimki bu Vaqoini bilganlikin nimalarni ko'rdim deb she'ri bor. Shundoq bo'lsa ham ba'zilar buni kitobiga nom qilib qo'yganmi yo'qmi degan mulohazaga boradi. Chunki Boburnoma alohida sarlavha yo'q, yilma-yil voqealar keladi. Har yil voqeasini o'sha Vaqoi deb turib boshlaydi. Shu jihatdan bo'lsa kerak, Vaqoi so'zi bu sarlavhami yoki oddiy so'zmi shubhalanishadi. Turk olimlari, mana Ejumanu yapon olimi va jumladan men ham bu asarni Vaqoi deb manbashunoslik bo'yicha tarixiy manbashunoslik kitobda Vaqoi deb bergandim. Vaqoi va Boburnoma ikkalasi bir nom sifatida aytsak bo'ladi. Undan tashqari yana bu kitob ingliz tilida Memoirs of Babur, Bobur xotiralari deb yozilgan. Fors tiliga tarjima qilinganda Vaqoti Boburiy, Tuzuki Boburiy degan nomlari qo'ygan. Keyin Bobur to'g'risida kitob yozgan Shayx Zayn Tabaqoti Boburiy degan nom. Bu endi Shayx Zayn asarining nomi. Ba'zi o'sha tarixiy asarlarda Hindistonda 16-asrda Tabaqot degan nom ham uchraydi. Endi bugungi suhbatdan asosiy maqsad Zahiriddin Muhammad Boburni Vaqoi asari qanaqa asar?
Bu asar tarixiy desak bo'ladi, chunki unda Zahiriddin Muhammad Bobur o'zini podshoh bo'lganligidan boshlab voqealarni yilma-yil yozib borgan va bu yerda bir voqea bo'lsa, qayerda bo'lgan, ana shu joyni hududni ta'rifini keltirgan. Keyin odamlar, shaxslar. Endi bu kitob yirik olimlarimizdan biri bu shohnoma deyish mumkin o'zbek tilidagi. Nega shohnoma deyish kerak? Chunki u hamma podshohlar to'g'risida, o'zini amalki podshohlari to'g'risida, Sulton Husayn to'g'risida, boshqa podshohlar to'g'risida yozilgan deydi. Endi man bu kitobni o'qib jangnoma ham desa bo'ladi deb o'ylayman, chunki Zahiriddin Muhammad Bobur 11 yil Movarounnahrda jangu jadallar o'tkazdi. Juda ko'p janglar, hatto o'sha Hindistonda ham Sultonul Azam Xoqonul Mukarram Bahodir Shoh Zahiriddin Muhammad Bobur Bahodir podshohi g'ozi bo'lgandan keyin ham saltanatni kengaytirish, uni tinchligini ta'minlash uchun yurishlar olib borgan, janglar bo'lgan. Endi Boburnoma matni to'g'risida suhbatlashmoqchiman. Bu matnni birinchi Jon Leyden va William Erskine'lar inglizlarga tanishtirdi 1821-1822 yillar. Bunda eng katta xizmat qilgan shotlandiyalik shoir Jon Leyden bo'lgan. U Hindistonga borib turkiy tilni o'rganmoqchi bo'lgan, qo'liga Boburnoma tushgan. O'zi ham shoir bo'lgan, uni tarjima qila boshlagan. Endi uni tarjimasi tugamagan, keyin Hindistondagi amaldor Elfinston degan odam shu kitobni tarjimasini qanaqa qilib tugatamiz deganda, William Erskine degan odam bilan tanishgan. U fors tili bilimdoni bo'lgan. U ham o'zicha aytishadi, shu Voqat Boburiyni topib ingliz tiliga tarjima qila boshlagan deyiladi. U Jon Leyden tarjimasini olib, o'zini qolganini fors tilidan tarjima qilib mukammal qiladi va shu 1821-22 yillari Boburnoma matni jahonga taniladi va undan keyin bu kitob nemis tiliga, fransuz tiliga, boshqa tillarga chiqib tarqaldi. Undan keyin 1857-yili Qozonda Ilminskiy degan olim bu kitobni Sankt-Peterburgda saqlanayotgan, asli Buxorodan olib kelingan qo'lyozmani bir yirik nemis olimi Georg Yakob Ker ko'chirgan nusxasi asosida toshbosmani chop etdi. Shu bilan Boburnoma matni ikkita matn, birinchi inglizcha tarjima va ikkinchi asliyat asosida chop qilindi. Endi asliyat asosida chop qilingan matnni keyincha ingliz olimasi Anna Beveridge ko'rib, bu yerda imloviy xato, noto'g'ri so'zlar bo'ldi deydi. Endi bu katta kitobda bo'lishi tabiiy. Keyin Boburnomadagi kitob murakkabligi shuki, bu yerda Farg'ona vodiysidagi voqealar bor, Movarounnahdagi voqealar bor, Kobuldagi voqealar bor, Xurosondagi voqealar bor, hatto Iroqgacha. Bu Iroq deganda hozirgi Iroq emas, balki Ozarbayjon yoki o'sha Tabriz, shu atrof hududlarini tushunilgan. Endi keyin bu hozirgi Pokiston, Hindiston shimoliy hududlarida bo'lib o'tgan voqea, hodisalar gapiriladi. Keyin Boburnomani qamrovi hudud jihatdan, til jihatdan, madaniyat jihatdan juda keng. Zahiriddin Muhammad Bobur o'zi asarda asosan o'zbek tilida yozgan bo'lsa ham, turkiy iboralar, arabcha nomlar, boshqalar yaxshi bilgan, keltirgan. Keyin Zahiriddin Muhammad Bobur
Aruz risolasida 80 dan ortiq shoirlarni she'rlarini keltiradi. Keyin Mubayyinul Mubayyin degan kitobi fiqhga, islomga oid shariat qonun qoidalarini she'riy yo'lda tushuntiradi. Bu diniy atamalar nimalar ham o'shanda berilgan. Umuman Zahiriddin Muhammad Bobur arab alifbosini turkiy tilga mos kelmasligini bilib, hatto Boburiy degan alifboni ixtiro qilgan va bunga hirotga borganda odamlar qiziqqan. Doim farzandlariga, tanishlariga shu alifboni mufradotini tarqatgan. Bu uni namunasi ba'zi tarixiy asarlarda saqlanib qolgan va Zahiriddin Muhammad Bobur shu xatti Boburiyda Qur'oni Karim nusxasini ko'chirib Makkaga jo'natgan, ya'ni boshqalarga jo'natgan deydi. O'sha xatti Boburiyda Qur'oni Karim nusxasi hozir Mashhadda saqlanib qolgan va bu ham Boburni dunyoqarashi kengligini bildiradi. Keyin Zahiriddin Muhammad Boburnomasi demak Erskine bilan Leyden bilan Erskine tarjimasida chiqdi. Demak 1857 yil Qozon bosmasi asosida chiqdi. Undan keyin Boburnomaga qiziqqan ingliz olimasi Anna Beveridge eri Genri Haydaroboddan Salarjang muzeyidagi Boburnomani topib xotiniga o'rgangin dedi. U o'rgandi va Qozon bosmada ancha muncha hatto shu noto'g'ri o'qishlar bor dedi. Men aytdimki, bu tabiiy, bu 3-4ta mamlakat hududida bo'lgan voqealarni yozishda xatolar bo'lishi tabiiy. Endi Anna Beveridge Haydarobod qo'lyozmasini faksimilesini chiqazdi 1905-yilda. Keyin 1921-22-yilda inglizchaga tarjima qildi. Keyin roq borib 1993-yilda amerikalik olim Texasdan bu Boburnomani 3-marta inglizchaga tarjima qildi. Endi shu orada yaponiyalik olim Eijo Manu Boburnoma matnini tiklayman deb harakat qildi va o'sha tanqidiy matnni yaratdi. Bu 8 ta manba asosida. Lekin bu matni ham Haydarobod qo'lyozmasiga asoslangan va voqealar 1529-yil bilan tugab qoladi. Endi Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining kitobini yozib yurgan va uni yagona qo'lyozmasi avval Humoyunda bo'lgan. Humoyun o'zi bilan olib yurgan. Keyin mana shu kitobni Sulton Salimni Beklarbegi forschaga tarjima qildirgan. Keyin Akbar bundan xabar olib Abdurahim Xonga tarjima qildirgan. Umuman Boburnoma matni mukammal bo'lishga yaqin uni 4 juzvi qoralamada qolib ketgan ekan. Bu qo'lyozma Shahzoda Sulton Salimda bo'lgani uchun bu 4 juzni u paytda shahzoda bo'lgan, o'zbek tilini yaxshi bilgan, oqqa ko'chirgan ekan va oxirida yana ma'lumotlarni qo'shgan ekan. Bu narsalarni u podshoh bo'lib, Sulton Salim podshoh bo'lganda Nuriddin Muhammad Jahongir degan nomni olgan. U 1607-yili Kobulda bo'lgan, Kobulni ta'riflagan va shu katta bobomni Vaqoiy kitobi man dedi, unda 4 juz qolib ketgandi, o'shalarni men ko'chirgan edim. Keyin oxirgi shularni ko'chirganim va bobom to'g'risida narsalar yozdim degan
narsalarni yozgan va buni tarjima e'tibor bermagan, lekin bu kitobni tuzuk Jahongiriyni ilmiy muharriri Genri Beveridge aytadiki, o'sha Jahongir qayta ko'chirgan 4 juz shu Buxoro qo'lyozmasini oxiridagi voqealar va Musavvada avroq degan qo'shimcha bo'lsa kerak degan taxminni bildiradi. Endi u juzv deganda 2 varoq deydi, yo'q, juzv 2 varoq emas, 2 varoqdan ko'proq bo'ladi. U qo'lyozmani varoqlarini yig'ib juz qiladi, keyin muqovaga tikishadi. Ana shu bitta tikiladigan varoqlar 2 tadan 12 tagacha, hatto undan ko'p bo'lishi ham. Shu jihatdan olganda Sulton Salim Jahongirning gapiga bu podshoh bo'lgan ishonsak, bu Boburnomani Buxoro qo'lyozmasidagi qo'shimchalar Shahzoda Sulton Salim yoki bo'lg'usi Jahongir ko'chirgan bo'lib chiqadi va hozirgi paytda avval Boburnoma o'zbek tilida Porso Shamsiy va Sodiq Mirzayev tomonidan nashr qilindi. Avval 48-yili, keyin 60-yili, keyin Saidbek Hasan uni kitobini va yapon olimining kitobini asosida 2002-yili ancha mukammal, to'liq, turli narsalar, ilovalar qilingan kitobni nashr qildi. Endi bitta narsa bor. Boburnoma buyuk asar deganni yozgan marhum filologiya fanlari doktori Ansoriddin Ibrohimov Boburnoma buyuk asar degan risolasini yozibdi. Ana shu risolada qachon Boburnoma matni chiqsa, endi zukko boburshunoslar ularning yaxshi tomonlarini ham, ulardagi kamchiliklarini ham ko'rsatib borishgan. Shuningdek, Saidbek Hasan nashrida ham u nashrga Ansoriddin Ibrohimov yordam bergan, arabshunos Shokirxon Rustam Xajjayev yordam bergan, boshqalar hamkorlik qilgan, yordam bergan. Shunda ham ayrim kamchiliklar o'tib ketgan deyiladi. Umuman Bobur asarini kim o'qisa, undan yaxshi ma'lumotlarni ko'p olamiz. Shuning bilan birga ba'zi narsalarni o'zimiz boshqacharoq bo'lsa kerak deb o'ylaymiz. Bu tabiiy hol. Keyin manbashunoslikda germenevtika degan fan bor. Germenevtika shu muallif yozgandan keyin uni asarni qayta ko'chirgan odam ma'lum darajada o'zgartirish kiritib yuboradi. Hatto mana buyuk yozuvchi Tolstoy ham Urush va tinchlik romanni bir necha marta qayta ko'chirgan. Har ko'chirganda unga o'zgartirish, boshqalar kiritib boriladi. Shuning uchun Zahiriddin Muhammad Boburni Vaqoi asari ham Zahiriddin Muhammad Bobur bu asarni Farg'onada yozib boshlaganiga mani hech qanaqa shubham yo'q. Lekin Hindistonga borganda o'sha Mavarro Nahurchi bitta qo'lyozmani ko'chirganda albatta bu kitobini o'zi tahrir qilgan, to'ldirgan. Chunki keyingi bo'lgan voqealarni o'sha boshlariga qo'ygan, qo'shgan va umuman Boburnomani kim o'qisa unga mehri tushadi, buni o'rgangisi keladi, uni to'g'risida maqola yozadi. Mana shulardan bittasi rahmatli Ismoil Bekjonda, u ham o'sha bitta o'qib bilan men Boburnoma qachon yozilganini topdim deydi. U topish qiyin emas, chunki Bobur o'sha Hindistonda bu asarini mukammal qilgan, oxiriga yetkazgan. Va hozirgi paytda ham Boburnoma chiqib yotibdi. Birinchisi o'sha tabdil. Mana shu tabdilni qaradim. Tabdili ham o'sha Buxoro qo'lyozmasi asosida voqealarni Boburning vafotigacha olib kelgan. Keyin o'sha Porso Shamsiyev va Sodiq Mirzayev chiqargan kitob bir necha marta Cho'lpon nashriyotida, boshqalarda
nashr qilinmayapti. Har bitta Boburnoma nashr qilinishi bu quvonchli hol. Endi so'nggi paytda yana bitta Boburnoma nashri chiqdi deb e'lon qilindi va man bu nashrni matni bilan tanishsam, bu matn Annette Beveridge Ejurmanu qilgan tanqidiy matn asosida qildim dedi. Bu nashrga tayyorlagan. Bu xuddi ruscha tarjimalarga o'xshab qolgan. Ruscha tarjimalar ham Boburnomani hamma voqealarni to'liq qamrab olmaydi. Demak, bular ma'lum darajada noqis bo'lib qolgan. Uni o'sha hozirgi paytda Boburnomani O'zbek tili va adabiyoti instituti rahbariyati va olimlari ingliz tiliga o'zbek tilidan tarjima qilishga harakat qilishyapti. Xuddi shunday ish rus tiliga ham amalga oshishi kerak deyman. Chunki shu Annette Beveridge Salye tarjimalarida 1 yildan ortiqroq voqealar Bobur yozganlari qolib ketgan. Ana shular mukammal qilinsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Umuman Zahirdin Muhammad Bobur qomusini yangi nashri tayyorlanayotgan ekan. Har bir nashrda matn va undagi voqealar to'liqmi yoki yo'qmi, o'shanga e'tibor berilsa maqsadga muvofiq bo'lar edi. Sizlar mani suhbatlarimni ko'rib unga layk bossanglar, bu ko'proq odamlarga tarqalishiga xizmat qiladi. Shuningdek, obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lsanglar, madaniyatimiz, tariximiz, san'atimiz to'g'risida ko'p narsalarni bilib olishinglar mumkin. E'tiborlar uchun rahmat, salomat bo'linglar.